O'tmishda hojatxona tufayli boyib ketgan odam bo'lgan desam, ishonasizmi? Akajon, boshqa mavzu yo'qmidi? Rostdan ham bo'lganda shunaqasi. Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Yahyoxon Dadaboyevning aytishlaricha, Xudoyorxon Qo'qonni tark etish mobaynida qachonlardir yana shahrimga qaytaman deya o'y-xayol bilan O'rdada joylashgan xazinaning bir qismini O'rdaning badrafxonasi, ya'ni hojatxonasiga ko'mdirgan. Lekin tasodifan bu hodisani bir farrosh yigit ko'rib qoladi. Qo'qon ruslar qo'liga o'tgach, O'rda harbiy garnizonga aylantirilgandan so'ng, ayni shu yigit bu yerga qaytadan farrosh bo'lib ishga kiradi. Har holda u yigit shu badrafxona ostida ko'milgan xazinadan oz-ozdan olib turgan va uni bir necha oy mobaynida tashib tugatgan. Shubha tug'dirmaslik maqsadida yana bu yerda bir oycha ishlab turgan va ishdan bo'shab ketgan. Keyinchalik xuddi o'sha xazinani sarmoya qilib, katta savdogarga aylanadi va anchayin boyib ketadi. Uning badrafxona, ya'ni hojatxonadan xazina tashib chiqqanligini bilgan odamlar ham bo'lgan ekan. Shu sababdan ham unga xalq ichida Badraf boyvachcha deb nom berishgan. Uning haqiqiy ismini hech kim bilmas ekan. Hamma uni xalq ichida Badraf boyvachcha deb atar ekan. Aytishlaricha 1920-yil Badraf boyvachchaning boyliklari Sovet hokimiyati tomonidan musodara qilingach, Badraf boyvachcha vafot etadi. Yanada qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Mingboshiga obuna bo'lib qo'ying. Siz qanday tarixni bilishni istaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.